Hammaga xayrli kun. Bugun juda ham yaxshi yangilik eshitdim. Shu Amerikaga Meksika orqali kelgan, tam CBP bilan 220 bilan kirgan farqi yo'q. Xullas kelgan immigrantlar uchun yaxshi yangilik. CBP Home programmasi ishga tushdi. Bu programma orqali oldin masalan prosta уже haligi ishlab ketgani kelganlar uchun bu narsa 1-2 yil ishlab uyga ketaman, hujjat qilmayman, hech narsa kerak emas deganlar уже bemalol uyga ketsa bo'ladi, deport bo'lmasdan. Ya'ni qanday CBP Home programmasi ishga tushdi. Oldin masalan CBP One'dan qanday appointment olgan bo'lsangiz, shunga o'xshash bo'lib, undan ham hujjatlarni qilib olamiz va uyga deport bo'lmasdan ketaveramiz. Oldin prosta takali o'zini o'zi deportatsiya qilish, ya'ni prosta biletni olib uchib ketganinglarda 10 yilga deport bo'lardinglar avtomatik. Bu yana bir marta green card o'ynab yoki EB1 yoki boshqa vizalarni olib Amerikaga kelish shansini beradi. Sog' bo'linglar, xayr.